Bugun molli tilidan haqiqiy qonni ko'paytiradigan rullet tayyorlashni ko'rsatib beramiz. Birinchi qiladigan ishimiz buni yaxshilab yuvib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yuvib olganimizdan keyin buni bir qator qaynatib suvini to'kib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yarim soat qaynatib suvini to'kib oldik. Endi piyoz, sabzi, yirik murch, lavrbargni solib olamiz. Tabga ko'ra tuz solib olamiz. Endi shu holatda 4-5 soat qaynatamiz. Ular 5 soat qaynadi. Rosmona zo'r bo'lib pishdi. Endi o'rash jarayoniga o'tamiz. Buni o'rashdan oldin ozgina zira bilan qalampir, tuzni aralashtirib olib sepiladi. Mana tildan rulletlarimiz tayyor bo'ldi. Endi buni kesib mazasini ko'ramiz. Agarda video yoqqan bo'lsa, siz ham oilangiz salomatligi uchun tayyorlab bering.